Bugun sizlar bilan boy va kambag'al videosini olamiz. Sizlar bilan Mr. Blocks, Mr. Crafter biz videoni boshlaymiz. Bugungi videomiz nomi boy va kambag'al. Video boshlandi. Mana ertalab bo'ldi. Qishlog'imizga yangi boy kelibdi-ku. Voy kambag'al, menga uyimda nima qilyapsan? Assalomu alaykum boy aka. Va alaykum assalom. Bu yerga qachon ko'chib keldingiz? Yaqinda. 1-2 kun bo'ldi. Xo'sh. Sizni uyingizni bir ko'rib chiqsak. Ha, bo'ladi. Ke. Bu yerda mening shinamgina yotadigan joyim bor. Voy aka, sandiqlaringiz ichida hech nima yo'q-ku. Yo'q, pullarimni men yashirib qo'yganman. Menga ish bormi? Bor, kakras kelding, to'xta. Ke. Qamsan? Ha, mana yerdaman. Men planim bor, bolalarim boy ekan o'marish, o'ziga aytmasdan. Bo'lmish. Ha, boy aka. Keldim mana. Sen bu yoqda nima qilayotgan? Do'stlar, shu joyda Boykar BX kanaliga obuna bo'lib keting. Yo'q. Qanaqa ish bu? Mana shu uyimni tozalab qo'yishing kerak. Menga burga beraman. Menga Oh, Do'stlar, shu joyda boy aka tualetini tozalatmoqchi. Bog' ham ekanmi? yo'q, shart emas. Uyimni yaxshilab tozalab qo'ysang bo'ldi. Boy aka. Jonga tegdi. Bo'ldi, ungacha ofisdagi ishlarimni qilib kelaman. Senga ishonsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'p, mayli. Shu bu safargi boyni ham o'marishimiz kerak bolalar. Do'stlar, shu joyda like va obunani qizartirib bosib tashlaylik, chunki biz keyingi qismini 100 ta like dan keyin chiqarishimiz kerak. O'zi boy ekan ishlarini ham tozalab oldik bolalar. Mana endi uyga ham ketsak bo'ladi. Kakras boy ekan kelib qoldi. To'xta, bormish bo'ldingmi? Ha, boy aka. To'xtab tur. Bor, sen uyingga borib turaver, men senga ertaga olib borib beraman narsani. Hop, Pulini. bolalar. Xo'sh bolalar, endi uxlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Xo'sh bolalar, bizning rejamiz boy ekan tunash. Ertaga boy akaga ko'rsatib qo'yamiz. Hammasi uchun javob beradi. Uxlaydigan vaqt bo'lib qoldi. Ertaga turishimiz kerak. Ertalab bo'ldi, qani quyosh ham chiqib ketibdi qancha. Bo'lmish kakras, seni ko'rib qoldim. Mahki. Assalomu alaykum boy aka. Men kechagi puling. Bugun yana ish bor. Ana shu bilan birgalikda beribman. Yetadimi? Ha, yetadi. Rahmat boy aka. Bugun menga mana shudan, Mahki. Mana shutadan, mana tarafidan menga bog' qurib berasan, xo'pmi? Hop. Menga sabzavotlarni bering. Sabzavotlar shart emas, mana shu yerda gullardan qil. Sabzavot beravering. Bog'da sabzavot bo'ladi-ku. Xo'p, hozir kutib tur. Loy ham bering, loy. Loy. Xo'p. Bolalar, bugun bir ko'rib chiqamiz boy ekan sandiqlarni. Derazadan qo'yaylik. Bolalar, uyga asta kiramiz. O'zi eshitmayapti.
Bolalar mana shu ekan sandig'i. Qochamiz bolalar. Qochamiz. Hali o'zi bilan o'zi bo'lyapti. Qochdik. Boy aka kirsam bo'ladimi? Kir. Boy aka, ha? Sandiqlarni ko'rmadingmi? O'zizda ham g'oyib bo'lib qoldi. Kimdir o'g'ri kirgan menimcha. Yaxshi, qoch, bor chiqib tur. Men shaxsiy ishlarim bor. Menga beraverasizmi? Nimani? O'tlarni. Hozir. Kutib tur. Hop. Bor chiq. Kel. Ha. Hop. Voy bola, tez like va obuna bo'l. Bo'lmasa keyingi qismi chiqmaydi. Keyin menga mayli boy. 64 stakda. Buna qolib ketdi. Ortganligi senga. Hop. Voy yaramas. Men sandig'imni kim buzib ketdi-ya? Qishloqdan villagerlar kelib buzib ketgan. Lajerlar hali shunaqa ish qiladigan bo'ldimi? Yaramaslar. Nafarni yashab qo'y. Mana shuni ekish kerak. Hali biz boyigani kunning ko'kasaveramiz. Hozircha indamay yuribmiz bolalar. Hozircha 1-2 kun ishlab turaylik, keyin bu narsalarni o'g'irlaymiz. Xo'sh, endi bizga napotka kerak. Endi boy ekan ekinlarni ekishimiz kerak. Endi suv bilan sug'orishimiz kerak bu yerni. Suv kerak bizga. Boy aka, menga suv bering. Hozir ana shu yerda kutib tur, xo'pmi? Hop. Qayerga qo'yish kerak? O'rtaga mana. Mana shu yergami? Ariqchaga, ha. Bo'ldi. Qilaver. Men senga qancha berishim kerak? Bermasangiz ham bo'laveradi. Ha, yaxshi. Bular 2-3 kundan keyin o'sib chiqadi, hali ancha bor. Xo'p. Boy aka, siz qayerga? Men ofisga ketayotganman. Hop, sizni uyingizni men tozalab turaman. Supurgi bilan. Xo'p, tepa qavatini tozala. Hop. Uyini o'miramiz bolalar. Boy aka yashab ketgan o'zi. Boy akani narsalarini o'g'irlaydi. Boy aka shuncha boy ekan. O'g'irlab qochishimiz kerak. Darhol. Ketdik bolalar. Hali boy aka ofisga endi bor. 3 soat ishlab qaytadi. Ketdik bolalar.
Kambag'al. Ha, hozir boy aka. Hop. Bugun ishimiz bo'lmabdi. Bugun yakshanba-ku. Ha, boy. Bugun ishimiz yo'q. Adashib ketdim-da. Uyingizni supurib qo'ydim. Boy aka, uyingizni supurib qo'ydim. Har doimgidek top-toza bo'ldi. Hop. Bir ko'ringchi. Bu jigarlab poylaymiz endi. Boy akani reaksiyasini ko'ramiz. Men narsalarimning yarmi yo'q-ku. Qaytaman mana ko'chat ham turibdi. Qishloqlar. Kambag'al. Ha, boy aka. Mana ko'chat senga. Sen ham o'zingga bog' ekaver. Hop. Bugun Ular boy akani narsasini o'g'irladik, lekin o'zi hali ham bilmaydi. Bildirmasligimiz kerak. Vaqt o'tkazish uchun narsalar qilamiz. Boy akaga nima demash kerak. Bildirmasdan. Bolalar, afsuski shu joyda videomiz o'z yakuniga yetdi, lekin ikkinchi qismi chiqishini xohlasalaring 100 ta like beringlar va bu YouTube kanalimiz yangi ochilgan. Bu uchun bizga 50 ta obunachi kerak va biz bu YouTube kanalda yana bitta YouTube kanalga ulab video qo'yamiz, chunki 2 kishilik boy va kambag'al bo'lgan. U ikkinchi qismini chiqishini xohlasalaring mana shu videoni 100 ta like va ikkita kanalga ham obuna bo'linglar.